هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Rum tefsiri 8. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Rum suresi 8. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ula akıbetinin qandaq bolduğanlığını bilişleri üçün özleri üstüde fikir yürgizmemdi. Allah asmanlarını, ziminni ve ulanın arasındaki yıldız qatarlıq nəslərini faqat haq ve muayyen vaqtliq qılıb yarattı. Muayyen vaqtliq qılıb yarattı. Şek şübhisiz ki nurgun kişiler Rabbiga mulaqat bo'lishni, qayt terildiganligini, qilgan amaliga yarasha mukofotlandiganligini yoki jazolandiganligini inkor qilguchidir. Ular yer yüzüde gezip özlerinden özlerinden ilgiri ötkenlerinin akıbetinin qandaq bolduğanligini küzetmedimi? Ular yeni ötkenler kuvvette bulardan güçlük idi. Ular ziraat terişte, imaret selişte bular yeni Kureyşlerden üstün idi. Ularga peygamberleri mucizelerini ilip geldi. Ular mucizelerini inkar kıldı. Allah ularga zulüm kılmadı. Yani Allah ularını günahsız halak kılgını yok. Lekin ular özleri küfrü üçün ve peygamberlerinin mucizelerini inkar kılganlıkları üçün özleriga zulüm kıldı. Şunun bilen ular halak buluşqa tegishlik bo'ldi. Ondan yaman iş qilganlarning aqibati eng yaman bo'ldi. Çünkü ular Allah'ın ayetlerini inkar qilgan ve mesxir qilgan kishilardir. Tevhidning dalillari to'g'risida Allah Teala bu ayetlerde insanlarni Allah Teala'nın mevcut ikenligi ve mahlukatlarını yalğız Allah Teala'nın yaratganlığını gösterdiğin deliller üstüde oynanışqa teşebbüs kılıdı. Allah Teala'dan başka hiç ma'bud berhaq yoktur. Allah Teala'dan bilek hiç Rab yoktur. Ular akıbetinin qandaq bolduğanlığını bilişleri üçün özleri üstüde fikri yürgizmemdi. Yani üstünki, tövenki alemdeki şeylerini ve ulanın arasındaki her türlük mahlukatlarını Allah Teala'nın yaratganlığı qarab bula üstüde mülahiza qılmamdı, oylanmamdı. Şundaq qilsa mahlukatlarının bihude, bikağı emas, belki ulanın haq ve muayyen vakit kıyamet günügüçi yaratılganlığını biletti. Şek şübhisiz ki nurgun kişiler Rabbiga mulaqat bo'lishni, qayt terildiganligini, qilgan amalga yarasha mukofotlandiganligini yoki jazolandiganligini inkor qilguchilardir. Ondan Allah payg'ambarlarning Allah Taala tarafidan elib kelgan narsalarda rostchil ekanligiga, payg'ambarlarni inkor qilganlarni halok qilish, ular işengenlerini qutquzishdan ibaret mucizeler ve roşan deliller arqılıq özünün peygamberlerine yardım berdiganligiga kafirlarni agahlandırıp mundaq deydi. Ular yeryüzüde kezip, yani ular düşünüş, oylanish, kuzatish ve ilgirikilerinin haberlerini anlash üçün seyir qilmadi mı? Özlerden ilgiri ötkenlerinin akıbetinin qandaq bolğanlığını küzetmedi mi? Ular kuvvette bulardan güçlük idi. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem,
ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni payg'ambari qilib avatilgan insonlar, ilgiriki ummatlar, burunqi qavmlar sizlarga qaraganda kuchlik edi. Boyligi va farzandlari ko'p edi. Sizlarga ularga berilgan narsalarning 10dan biri berildi. 10dan biri berildi. Ular dunyoda sizlar yetolmaydigan shaklda yerlashgan edi va egiz binolarni sog'an edi. Ular zaminni sizlarga qaraganda ko'p obodlashtirdi va ko'p foydalandi. Biroq ularga payg'ambarlar ro'shan dalillarni ilib kelgan, ular o'zlariga berilgan narsalar bilan aldangan chaqda Allah ularni gunohlari tufaylidan halok qildi. Ularni Alloh taolodan boshqa hech qutqazuvchi bo'lmadi. Ularning boyligi, farzandlari ulardan Alloh taoloning azobini to'sishga asqatmadi. Farzandlari ulardan zarrachilik azobni dabi qila olmadi. Allah ularga nozil qilgan azob uqubat bilan ularga zulm qilmadi. Lekin ular o'zlari kufri uchun va payg'ambarlarning mo'jizalarini inkor qilganliklari uchun o'zlariga zulm qildi. Ya'ni shak shubhisizki azob ularga o'zlarining shumligidan keldi. Chunki ular Allah Taalaning oyatlarini masxara va inkor qildi. Faqat ularning ilgari qilgan gunohlari va payg'ambarlarni inkor qilganliklari tufaylidan ular halok bo'lishga tegishli bo'ldi. Ondan yomon ish qilganlarning oqibati eng yomon bo'ladi. Chunki ular Allohning oyatlarini inkor qilgan va masxir qilgan kishilardir. Allah bu haqda mundaq degan: ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burib etimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmagandek, yana ishonmaydi. Ularni gumrohliklarda tingirqab yurishga qo'yib etimiz. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Allah ularning dillarini hidoyatdan burib etdi. Agar ular Allah sana nazil qilgan hukmidan yüz o'rsa, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bilginki ularning bir qism gunohlari tufaylidan Allah ularni jazolashni iroda qiladi. İbn Jarir, İbn Abbas radıyallahu anhuma ve Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ondan yomon ish qilganlarning oqibati eng yomon bo'ladi degan bu oyatning ma'nosi, ularning oqibati eng yomon bo'ldi, chunki ular Alloh taolaning oyatlarini inkor qiladi va masxir qiladi degandan iboratdir. Buni İbn Abu Hatim u ikkisidan va Zahhak ibn Muzahimdan rivoyat qilgan. U mazmunni Alloh taolaning va masxir qilgan kishilardir degan oyatidan oshkor ko'rilishga bo'ladi. Allah mahluqatni dastlabda yo'qdan bor qiladi. Ondan uni o'lgandan keyin terildirdi. Ondan Allohning dargohiga hisob uchun qaytarilisizlar. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar umidsizlanib ketadi. Ularga shirk keltirgan butlaridan shafaat qilguvchilar bo'lmaydi. Ular shirk keltirgan butlaridan tanidi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mu'minlar bilan kofirlar bir-biridan ayriladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bog'chida, ya'ni jannatning bog'chilarida yoyritildi. Bizning oyatlarimizni va oxiratdagi muloqotni inkor qilgan va yolg'onga chiqarganlarga kelsak, ular davomli azobda qoladi. Allah mahluqatni dastlabda yo'qdan bor qildi, ondan uni o'lgandan keyin terildirdi. Ya'ni Allah mahluqatni dastlabda yo'qdan bor qilishga qodir bo'lganidek, uni o'lgandan keyin terildirishga qodirdir. Ondan Allohning dargohiga hisob uchun qaytarilisizlar. Ya'ni qiyomat kuni Allah har bir odamning amaliga yarasha mukofot
yoki jazo beradi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar umidsizlanib ketadi. Mujahid mundaq deydi. U kunda gunohkorlar rasvo bo'ladi. U yana bir rivoyatda mundaq deydi. Gunohkorlarning qayg'u hasratdan demi ichiga tushib ketadi. Ularga shirik keltirgan butlardan shafaat qilg'uchilar bo'lmaydi. Ya'ni ularning Alloh taolani qo'yib cho'qingan yolg'on ilohlari ularga shafaat qilmaydi. Ular shu ilohlarga eng ehtiyojli chaqda u ilohlari ularni tonimaydi va xiyonat qiladi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mu'minlar bilan kofirlar bir-biridan ayrildi. Qatada mundaq deydi. Alloh bilan qasamki, bu ayrılışdan keyin uchrashish bo'lmaydi. Ya'ni mu'minlar jamoasi oliy jannatga o'riltilsa, kofirlar jamoasi dovzaxning qahriga tashlanadi. Bu ularning orasidagi oxirgi ayrilish vaqtidir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bog'chida, ya'ni jannatning bog'chilarida yayritiladi. Mujahid va Qatada mundaq deydi. Ular jannatning bog'chilari bilan bahriman bo'ladi. Bahriman qilindi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Sizlar oqshomda va atiganda Allohga tasbih aytinglar. Osmonlardagi, zimindagi hamd sana, kech va zuhur vaqtlaridagi hamd sanoning hammasi Allah xosdir. Allah cansız narsalardan canlıq narsalarni chiqardi. Canlıq narsalardan cansız narsalarni chiqardi. O'lgan zaminni terildirdi. Ya'ni qurg'oq zaminni o'simliklar bilan ko'kartdi. Sizlarmu mushundaq terildirdingizlar. Beş vaqt namozni o'qishga buyurish to'g'risida. Bu Allah tarafidan muqaddas zoti uchun aytilgan tasbihdir. Kechining qorong'uligini elib kelgan oqshom bilan kunduz yorib nur chachadigan atigandan iborat Allah taolaning kamal qudratini va buyuk podshohligini ko'rsatadigan bu to'xtovsiz vaqtlarda bandalarining Alloh taolaga tasbih va hamd sano aytish uchun qilingan ko'rsatmadir. Ondan tasbihga munosib bo'lsin uchun Alloh hamd sano aytishni ko'rsatib mundaq deydi. Osmonlardagi, zimindagi hamd sano, ya'ni Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarni yaratganligi uchun madhiyaga tegishlidir. Ondan Alloh taolo mundaq deydi. Kech ve zuhur vaqtlaridagi hamd sanoning hammasi Allohga xosdir. Qarong'u kechini yo'ruq kunduzni yaratgan, tongni ishlash uchun yoritgan, kechini orom oladigan vaqt qilgan Alloh pokdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Quyoshni oshkor qilgan kunduz bilan qasamki, quyoshni yoshirgan chog'dagi kechi bilan qasamki, qorong'ulikni olamni qoplagan kechi bilan qasamki, yo'rg'an chog'dagi kunduz bilan qasamki, chashka vaqti bilan qasamki, qorong'ulikni atrofni qoplagan chog'dagi kechi bilan qasamki, yana bu to'g'riliq nurg'un oyatlar bordir. Allah cansız narsalardan canlıq narsalarni chiqardi. Canlıq narsalardan cansız narsalarni chiqardi. Bu Alloh taolaning qarama-qarshi shaylarni yaratishga qodir ekanligi haqida biz to'xtalmoqchi bo'lgan narsadir. Tuvanda arqa-arqadan keladigan oyati karimlarning hammasi mushu yo'sindidir. Bu ayetlerde Allah hakikaten mahlukatlarını yaratışta özünün kamal kudretini gösteriş için şeylerini ve ulanın ziddini yaratkanlığını tılga aldı. Bu şeyle tüvendikilerden ibaret. Allah ösümlüklerini dandın indirdi.
Danni o'simliklardan chiqaradi. Tuxumni to'g'idan tug'diradi. To'xini tuxumdan chiqaradi. İnsonni ma'nidan yaratadi. Ma'nini insondan chiqaradi. Mu'min odamni kofir odamdan, kofir odamni mu'min odamdan dunyoga keltirdi. O'lgan zaminni terildirdi. Ya'ni qurg'oq zaminni o'simliklar bilan ko'kartdi. Allah bu haqda mundaq degan. O'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan terildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudrati kamolisini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zaminda nurg'unlagan xorma bog'larini, üzüm bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni iqitdik. Ey insonlar, agar sizlar qayta terilishdan shaklansanglar, gumoninglarning tugishi uchun aslidagi yaratilishinglarga qaranglar. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun otanglar Odam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan abi manidan, ondan laxti qondan, ondan shakl kirgizilgan va kirgizilmagan pochi go'shtdan yaratdik. Biz xohlagan odamni bachidanda muayyan muddatgacha qoldiramiz. Ondan sizlarni onanglarning qornida bu vaqtlik holatinglarda chiqaramiz. Onanglarning qornidan bu vaqtlik holatinglarda chiqaramiz. Ondan sizlarni asta-asta kuch-quvvatga to'ldiramiz. Sizlar kamolat yeshi qiron vaqtinglarga yetisizlar. Ba'zinglar yoshliqinglarda vafot bo'lib ketisizlar. Ba'zinglar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmas holatinglarga qoldirilishinglar uchun nihoyat qirib ketkicha hayot qoldirilsizlar. Allah Teala'nın ölgenlerini qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalil shuki, sen zaminni qaqas ko'rsan. Uningga biz yomg'ir yog'dirsak, u jonlanadi va ko'pishidi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Bu ya'ni Allah Teala'nın insonni va o'simliklarni yuqorqidek yaratishi Allah'ның haq ekanligini, o'liklarni terildiroladiganligini va har narsaga qodir ekanligini sizlarga bildirish uchundir. Shundaqla qiyomatning sheksiz bo'ladiganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni undirish bilan terildirgandek Allohning terildiradiganligini bildirish uchundir. Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydonga kelish oldida Allah bisharat qilib shamolni avatadi. Shamollar ig'ir bulutlarni ko'tirgan chaqda ularni o'lik, ya'ni qog'jirab yotgan giyosiz joylarga suramiz. Uningdan yomg'ir yog'dirib turli mevalarni chiqaramiz. Ibrat elishinglar uchun zamindan mevalarni chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlardan chiqaramiz. Shunga Alloh taolo bu yerda mundaq dedi: Sizlarmu mushundaq terildirilsizlar. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ның sizlarni tuproqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarilib yurishinglar Allah'ның kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ayollar bilan unsi ilpat ilishinglar uchun Allah'ның ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, aranglarda, ya'ni er-xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allah'ның kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Fikir yurgizadigan qavm uchun shak shubhisizki, buningda nurg'un ibratlar bor. Allah Teala'nın alomatlari to'g'risida Allah aytadiki, Allah Teala'nın buyukligini, kamoli qudratini ko'rsatadigan Allah'ның alomatlaridan Allah Teala'nın atanglar odamni tuproqdan yaratganligidir. Ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarilib yurishinglardir. Allah sizlarni tuproqdan, ondan arzimas suvdan, ya'ni abi manidin yaratdi. Ondan abi mani laxti qonga, ondan bir parcha go'shtga aylandi. Ondan u inson shaklidagi so'ngakka aylandi. Allah u so'ngakka go'sht qo'ndirdi. Ondan uningga jon kirgizdi. Halbuki u
anglaydigan ve ko'rdigan inson qiyofasiga keldi. Ondan u anasının qo'sig'idan kuchsiz, ojiz bu vakolatda dunyoga keldi. Ondan uning ömrü uzargan siri kuch-quvvatda takomillashib, canlı holatda shaharlarni ve qo'rg'onlarni bino qila oladigan qobil insonga aylandi. U davlatlar aro safar qiladi. Dengizlar ustida qatnaydi. Zaminda shaharlarni aylanadi. Boyliqlarga erishidi ve onu toplaydi. Her bir kishi dunyo va oxiratning ishlarida o'ziga yarasha fikr qiladi. Cho'nqur mulohiza qiladi, tadbir qo'llanadi. Eyli ishlatadi. Ko'z qarashni o'tirg'i qo'ydi. Uyg'unadi ve atrofliq nazar doiraga ega bo'ladi. Ularga terikchilik ve ovqat qilishning turli yo'llarga ega qilgan, bu yo'llarga mangdirgan, bu yo'llarni ularga bo'ysundirib ve osonlashtirib bergan zot Allah pakdir. Allah ularni ilm ve fikir qilishda, güzellik ve satlikda, boylik ve yo'qsullikda, baxtlik ve baxtsizlikda farqlik yaratdi. Allah'ның sizlarni tuproqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarilib yurishinglar Allah kamal qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Allah'ның kamali qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. İmam Ahmed Ebu Musa'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah hakikaten Ademni zaminning jimi yeridan olgan bir changal tuproqdan yaratdi. Ademning avlodlari shu tuproq yarasha dunyoga keldi. Ulardan oq tenlik, qo'ng'ir tenlik, qora tenlik ve başka tenlik odamlar, yomon odam ve yaxshi odam, baxtli bo'ladigan odam ve baxtsiz bo'ladigan odam ve bunun arasidagi odamlar dunyoga keldi. Bu hadisni İmam Abu Davud ve Tirmizi rivayet qilgan. Ayollar bilan unsi iffat qilishinglar uchun Allah'ның ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, aranglarda, ya'ni er-xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allah'ның kamol qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ya'ni sizlarga jup bo'lish uchun Allah o'zinglarning tipidan ayollarni yaratdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan. U sizlarni bir jondan, ya'ni Adem aleyhisselamdan yaratdi. Adem aleyhisselamning unisi iffat elishi uchun xotinini, ya'ni Havvani uning o'z jinsidan yaratdi. Ya'ni Allah Havvani Ademning sol tarafdagi yetim qo'rg'usidan yaratdi. Eğer Allah Adem avlodlarining hammasini erkak qilib yaratdi, ularning kishilarini başka jinsdan, jindan yoki hayvondan qilib yaratib qo'ygan bo'lsa, erlar bilan ayollarning orasidagi bu unsi ulfat cho'qim hosil bo'lmagan bo'ladi. Navoda ayollar erlarning o'z tipidan bo'lmasa edi, ularning orasida nafrat paydo bo'ladi. Allah Teala Adem avlodiga to'liq rahmatini yetkazib, ularning ayollarini o'z jinsidan yaratdi. Ular bilan ayollarining orasida do'stlik va mehr muhabbat o'rnatdi. Shak shubhisizki, er kishi xotinni faqat o'zining uningga bo'lgan mehr muhabbati va uningdan farzand ko'rish umidi bo'lganligi uchun yoki uning turmuşda erge hacidi bo'lganligi ve yoki er xotin ikkisining o'zaro unsi ulfat elishi ve buningdan boshqa g'araz uchun oladi. Fikr yurgizadigan qavm uchun shak shubhisizki buningda nurg'un ibratlar bor. Elhamdülillah, yuqorida Sura Rum tafsiridan 21. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.